Voy lo'nazavr, voy lo'nazavr, gapim uchun odam senga birorta odam deyapman. Uylangani qo'rqadi, sevezda bo'lib ketib qolaman deb deyapman. Yo, yaxshisini topganman, xavotir olma, erim bilan yarashib oldim, haromi? Yaxshisini topdingmi, ering bilan yarashdingmi? Erim yaxshisi ekan, boshqa kerak emas ekan. Tebrik Ona tebrik. maladiy. Qulluq bo'lsin. Yo'q, Ilhomjon. Es. Ilgari hech kim tanimasdi, hozir magazinga kirsa ham, yana ona sher deriyu deydigan bo'ldi-da. Erim uni deb tanishmayapti-da, boshqacha deb tanishyapti-da. Nima bo'lganda ham, endi men o'tamonini aytmayapman-da. Unaqa tanilgandan ko'ra o'lgani yaxshi, mol. Rahmat Mustafa, nima gap? Yaxshimisiz? Naborot yoshlarga motivatsiya berdi. Aka, og'ziga berishni ham bizdan o'rgating deb. Og'izga berishda? Ha, anuni og'ziga biz ekan. Qadim do'stim, sog' olasizmi? Alayhissalom. Yashayib qo'ydik-ku. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Nima gapda Mustafa, tinchmi? Men nima teshigim yopilmayapti, ottikilar urush, yibanlar. 148 ta odam. Teshik nima u? Manda ham 1,5 mingta odam. Ilhom ham juda nimada, bola tug'ib, bolam 8 oylik bo'ldi, bitta podarka urmaydi shu Ilhom. Ilhom va shu urmay qo'ygan-ku o'zi. Ben singan donatorlar. Singandan xatirman deydi. Ama chiroyli ihson bo'ldi, Ilhomjon. Rosa chiroyli ihson bo'ldi. Serdormi? Bugunmi? Ha, juda go'zal bo'ldi, juda go'zal bo'ldi. Ko'ting yonsin, hoji haromi. Mani nima ko'tim yonadi? Dalbayob omadini bersa, men ihsonga nima g'arazlik qilaman, garing? Jibriq, dalbayob dema, ayolni hurmat qilib dalbayobga da yiban. U ayolda, u ayolni hurmat qilib. Ben o'ylayman, so'kma deydi. Hacı, ben nima qilaman bilasizmi? Ertaga boryapman, xudo xolasa yo'lni. Hani Voy, bek o'zimi Yanapta kel. Diniy idoraga boraman hacı. Aha, diniy idora. Diniy idoraga bu TikTok yig'ishtiring deyman, mollalar. TikTok deyman, bu yaxshi joy emas ekan. Men bunaqa narsalar ko'p. Diniy idora tepaga chiqib bitta ariza bersa bo'ldi. Voy Ilhom. Zotan O'zbekistonda TikTok xafalikku. Zotan xafalikku TikTok. Sizga Turkiyadan ro'mollar, hijoblar jo'natamiz, sotasiz bozorda, nima? Sota zo'r ish bo'ladi. Salom aka. Yo, ona sheri bo'lmaydi. Nimaga bo'lmaydi? Yetib bozorda ham to'g'ib qo'yib, keyin boshimizga balo emas. Yo, lekin Men ona sherga o'tgan safar aytdim, ona sher dedim. Sani organizming butun ekan. Undan ko'ra farzandsizlarga farzand tug'ib berib tur dedim. Sanda sirazi bola bo'lar ekan dedim. Nechta oilalarda farzandi yo'q. Boy oilalar, xonadonlarda ham farzandi yo'q. Ashunaqalarga anaqa sun'iy urug'lantirishdan bola tug'ib berib tur dedim. Yaxshi pul ishlaydi, ham bolalar kelajagini qiladi. Baribir o'sha odamning urug'ini bunga ekadi. Bunga nima daxli bor? Bu prosta 9 oy katta qilib beradi, tug'ib beradi, bo'ldi. Yaxshilik-ku bu ham savobku. Qara yotishini qara. Maşallah. Endi bu o'zingni o'g'lingda, iloji yo'q. Ular kim? Dadam o'g'li bola, o'zimni bolam bo'ladi. Kimi sani urug'ini ko'madimi, Sardorni urug'ini ko'madimi? Qaragin, ona sher billa yotmaysizlar-ku, mehring tushmaydi-ku u erkakka. Prosta somsenga qo'lini tiqib urug'ini tashab qo'yadi, bo'ldi. Prichom batta u erkak bolaga mehr tushadi-yu, molkalla. Endi ana erkak bilan birga yotgandan keyin ham bolani dadasiga mehring bog'lanadi-ku, ayol sifatida ham. Yo'q, jinnimisan? Yo'q.
Sen unda qorningni silab yurasan 2 qatli paytda. Bu ani Tohirjonni bolasi deb o'rgatib yurasan o'zingni ruhan. Qaysi Tohir? Misol aytyapman. Sandan O'sha yomon. zakatchi Tohirjon. Qaysi Tohir deyman. G'iybat qilma, cho'rt. Xo'p. Betingga aytyapman, jalavatcha qanaqa g'iybat, men orqangda gapiryapman, gariymisan sen? Ilhom, Tabii. jipiriqni yomon xo'rlayman oxirida. O'zi qarang, kimga? Ayya deyodi, Plos, o'zi men boshladim seni yozdirib berishdi. Qizlarni davay agon deyodim, ikkitasi yozib berdi, uchinchisi Sardor bo'ldi. O'zi men boshladim. Shunda 3-chi qiz Sardor bo'ldimi? Yo'q, endi uchun Sardor yomon berilib urushib ketdi, endi u ham jonidan to'ydi-da, ammo lekin ikkitasiga men yozdirdim, bu haromi? Nimaga yana qayta? Sen nimaga qo'shilyapsan? O'zi sen bu qiyin chiqishini xohlayotgandimi? Qochma. Bo'pti. O'tir Ilhom aka, Ilhom bilan men chiqaman, jipiriq. Qarang. Fahri bobo. Ona sher menga uylanmasdi. Nima bilar bugun men bilan uylanadigan bo'lib qoldim. Akalar, men mehmondaman, Samarqanddaman. Yana aytyapman. Men Allohga shukr qilaman. Men o'zim O'zbekistonimdaman. Xohlagan viloyatimda, xohlagan joyimda, xohlaganimcha o'ynab kulib yuraman. Men hozir Samarqanddaman. Ertaga balkim Qarshiga o'tarman. Undan keyin Navoiyga o'tsam o'taman. Bo'lmasa orqaga qaytaman. Mana men agar xato qilganim dedi, xato gapirganim dedi, yoki men yolg'on fitnalar uyushtirgan bo'lganim dedi, men hozirgacha boshqa narsalar bo'lib ketgan bo'lardi. Alhamdulillah, Xudoga beadad shukr, haqqa ergashadigan yo'q deganda 100 ta odam shu yerda yuribdi. Vijdoni bor-da, vijdonini qo'lini qo'yib vijdonini eslaydigan insonlar bor. Men har doim meni yonimda Xudo. Mana O'zbekistondaman. Menga hech narsa bo'lgan, hech narsa bo'lmaydi ham. Bugun Samarqand meni ikkinchi vatanim. Har doim aytganman, yillardir Samarqand meni ikkinchi vatanim. Men Samarqandga kelaveraman. Shuning uchun yolg'on fitnalar bilan yashamash kerak inson. Bitta narsa aytaman akalar, mana ro'za kunda. Qarang. O'g'irlik qilgan, zino qilgan, yomonlik qilgan, xuliganlik, sho'xlik qilgan insonlarda tavbasi bor. Ertaga qiyomatda do'zaxga tushgan taqdirda ham bir 20 yil, 30 yil yonib turib, yana kechiriladi. Xudoning marhamati keng. Ya'ni Xudoning yuzini ko'radi qiyomatda. Yolg'onchi bilan dayus hech qachon qiyomatda Xudoning yuzini ko'rmaydi. Ularda tavbasi bo'lmaydi. Jahannamga to'g'ri kiradi. Shuning uchun bu dunyoda bir 5000 ta odamga yaxshi ko'rinaman deb yolg'on gapirgandan ko'ra, aka, butun dunyoga yomon ko'rinib ham haqni gapiraverish kerak. Odamlarga yaxshi ko'rinish keragi yo'q. Hech qaysi odamning jannati yo'qki, ular bizni jannatga qo'ysa. Tushundingizmi? O jannatning egasiga yaxshi ko'rinish kerak. Mana bu Doniyor, Shokir, Shukur, Mukur, tukurlarni yaxshi ko'ringaningiz bilan bularning jannati yo'q, sizni jannatga qo'ygani. Bo'ldi. Bu hayotda to'g'ri so'z bo'ling, haq bilan keting, Alloh siz bilan turadi. Yana aytaman. Men O'zbekistondaman. Viloyat men sayohatga chiqqanman. Meni yonimda Xudo. Oldimda ham, orqamda ham, tepamda ham Xudo. Bo'ldi. Meni ishimga dadam aralashgan yo'q. Nimaga meni dadam Sardorni bitta o'rtog'iga telefon qilmayapti? Ertaga Qashqadaryoga boraman, gaplashib kelaman deb. Chunki oilada bitta dalboyob TikToker menman. O'g'liga ishonadi dadam. U ana Sardor, yana aytaman, oilaviy TikTokersizlar. Bu bitta meni masalamda emas. Kim bilan urushgan bo'lsang, borib dadang o'sha yerda hal qiladi. Dadangga ayt, Azizga telefon qilmasin. Azizni tinchini buzmasin. Meni nomerim bor sizlarda.
prema o'zimga qilsin. Bo'lmasa shohga qilsin. Azizni tinchini buzmanglar. Aziz o'zini yo'lidan ketib turgan bola, bekar uni boshini og'ritmanglar. Iltimos sizlardan. Iltimos qilaman shu mavzuda. Mana Sardor onangni sizga men hech qaysi mavzuda iltimos qilmasdim. Shu mavzuda iltimos qilaman. Mana iltimos qilaman. Azizni tinch qo'ysin oilang. Mani so'rab telefon qilmasin. Mani o'zimga qilsin iltimos. Nafis yo'qol onangni ko'tiga sizga, Sardor Gansir ayingni ko'tiga siksin sani. Bular Aziz bilan meni o'rtamga fitna solmoqchi bo'lyapti, o'xshamadi. Xullas shu haqni gapirganlarga addi shu. Haqni haqiqiy vijdoni bor, haqiqiy nomusi bor, haqiqiy oriyati bor, haqiqatda orqasida turadigan opa-singillar, aka-ukalarga Alloh hamisha hamroh bo'lsin. Hamisha mushkulini oson qilib hamroh bo'lsin. Yolg'on gapiradiganlarni Alloh jazosini berib boraversin. Ana dadasiga o'xshab. Agar Sardor manaki o'rtada adovatni to'xtatishga duxim yetadi desang, yo Moskvada yo Qozog'istonda ko'rishamiz. Nimaga hoji Qozog'istonda deyapsan desang, multik uchun bir qiz uchun Qozog'istonga bording-ku, mana sen shunaqa gnida bo'lasan-da, qiz chaqirgan joyga borasan. Qiz uchun Qozog'istonga bording-ku, mana nomusing uchun, oriyating uchun, chesting uchun Qozog'istonga ketchi. Almatada ko'rishamiz. Aqling yetsa, do'xing yetsa, mana Almatada ko'rishamiz. Men bag'dan boraman, sen aqdan bor. Qiz uchun kelgan bola or nomus uchun, oilasi uchun, chesti uchun ham kelalar. Agar aqling do'xing yetsa. Do'xing yetmasa, "Ey, ko'tingga bitta lozim tiktirib olib kiyib, bir pashon nahvanaqda yur. Mani bolam uchun uzr so'ramaguningcha men to'xtamayman." Gapim shu. Mana bu yerda mantiqan odamlar o'ylab ko'rsin. To'xta, Sardor Qozog'istonga qiz uchun kelgan edi. Nimaga hoji uchun kelolmayapti deb miyasini o'ylab ko'rsin endi. O'zingizlar ehtiyot qiling. Men Samarqanddaman. Takshida gaplashamiz.